sizni sochingiz ko'proq oqardi-ku. Ha, bo'ldi. Ish jarayonida eng komedik holatlar. Xo'p, menda bo'lgan bittasi, bitta klient telefon qilganda, aka menga Amerikaga Schengen vizasi kerak degan. Endi to'g'risi bu bitta odam ustidan kulish emas, prosta ma'lumot yo'qligi sababli, chunki Schengen umuman boshqa narsa, Amerika boshqa narsa. Bu xuddiki menga Xitoyga Yaponiya vizasi kerak deganday savol bo'lib qolgan. Xudo xolasa mana bizning profildan kuzatib borsanglar, shu viza sohasi bo'yicha to'liq ma'lumotlarga ega bo'lib borsanglar bo'ladi. Menda ham bitta bo'lgan. Yaponiyaga пересадка orqali bilet olishgan, faqatgina Xitoy yoki Koreya orqali emasda, yoki prямой reysimiz ham bor. Ular через Istanbul olib qo'yishgan, ya'ni orqaga borib, yana bu yerdan почти bir teskari tomonga uchib, yana yo'qotib qo'ygan. 1,5-2 kun vaqtini yo'qotib qo'yganda. Bilet necha kun chiqqanmi? 4 million. Shunaqa arzon chiqqanmi? Ha, o'shancha olganda. Yo'q. 30 soat uchar ekanda, kamida 30 soat. 1,5 kun vaqtini yo'qotgan. Yo'q. Ish jarayonidagi eng qiyin vaziyatga tushganmisizlar? Xo'p, bo'p turadi unaqalari ko'p endi. Birinchisi bizda birinchi marta stressga tushgan paytim turistlarimizni Gruziyaga jo'natganmiz. Tbilisi aeroportidan borgan samolyotida обратно qaytarib yuborishgan. И o'sha anaqada aeroportiga anaqa xodimlari bor-ku. Nimaga bizani qaytarib yuborsan desa, senga turpaga sotgan turfiyingdan so'radi deb jo'natib yuborganda. Strelka ko'rsatib yuborgan. Ha, чтобы bizga boshqa savol bermasin deganda shunaqa deb yuborgan. Biz ham misol uchun turpaketda voucher, страховкасы hammani tayyor qilib beramiz-ku. Просто ulardan samleniya bo'lgan, shundoq chiqarib yuborgan. Sochim oqarib ketganda o'shanda misol uchun klientga nima deb tushuntirasiz misol uchun. Bizda hamma narsa bo'lgan, qaytarib yuborgan. Shunaqa vaziyatlar ham bizda bo'lib turadi. Menda ham bitta bo'lgan. Bu bitta yaxshi maslahat ham bo'ladi. Vizadan отказ olib qolganmiz. Qaysi davlatligini aytmayman. Отказ olganimizdan keyin ular viza sentri o'zidan so'ragan. Nimaga отказ olganman bitta ko'rib bering deganda, viza sentrdagilar faqat dokument qabul qilish uchun ishlaydi-da, boshqa hech qanaqa ish qilmaydi ular. Ya'ni vositachi. Ha, vositachi. Hujjatlarni olib, konsulga olib borib beradigan vosita. O'qib turib, sani qilib bergan viza sentri, ya'ni konsalting xizmating xato qilib bergan, sanda mana bunaqa tasha dokumentlar xato, mana bunaqa narsa xato, lekin biza menga pretenziya bilan kelgan, sen mana bunaqa narsani qilib bermagan ekansan, mana bunaqa joyingni qilib bermagan ekansan. Keyin men unga isbotlab berganman, uni o'zidagi muammolarni ko'rsatib berganman. Ya'ni biza qilib bergan dokumentlardan keyin ham, ya'ni uni ish beruvchisi ish joyidan bo'shatib yuborgan bo'lgan, o'sha muammosini ko'rsatib berganmiz. O'shaning uchun viza qildirayotganda ham yoki boshqa masalalar bo'yicha ham mayli bizadan bo'lmasa ham boshqa viza, professional vizachilardan maslahat so'ragani eng zo'r yo'l deb hisoblayman. O'shanda o'zini vizasiga nisbatan ham, o'zini kelajakda ishlariga nisbatan ham aniq strategiya bilan boshqa Yevropa, Amerika, Kanada davlatlariga topshirsa eng zo'r ish deb hisoblaymiz. O'sha joyda yana bitta ma'lumot. Bizda o'sha eng og'ir vaziyatda, ya'ni klient отказ olib qolsa vizadan, ko'pchilik o'ylaydi, bularning tajribasi yo'q ekan, yaxshi qilib bera olmagani sababli menga отказ berdi deydi, lekin biz masalan uchun rezultat uchun harakat qilamiz. Masalan uchun bizning obro'miz uchun rezultat uchun harakat qilamiz, lekin baribir viza berish bermasi bizning qo'limizda emas. Oxirgi reshinani elchi hal qiladi. Biz maksimalni ular talab qilgan bo'yicha biz hujjatlarni yig'ib beramiz. Baribir oxirgi xulosa ularda qoladi. Shu sababli mijozlarimizdan bizning to'g'ri tushunishini nima deydi? So'rab qolardik, xudo xolasa. Bizani kuzatib davom etsanglar, natijalarni ketma-ketda chiqarib boramiz. Sizni sochingiz ko'proq oqardi-ku? Ha, bo'ldi. Yomon. Ko'zim juda yondi-ku. Yana bitta voqea bo'lib qolgan, xuddi sizga o'xshagan, faqat undan sal boshqacharoq, ya'ni mijozimiz Vyetnamga borgan, Pukokka o'tda atyaz qolib ketgan. Atyaz qolib ketgan, ya'ni transfer qilib bergan, transfer ikkalasi aylanib yuravergan. Atel yo'q, Atelga borsa u yopilib ketgan, ya'ni bizda tur agentlik bo'lsa, tur operatorlar tashkillashtirib bera olmay qolgan. Biz ular bilan bog'langanmiz. Вообще jinni bo'lgan. Bir kecha umuman uxlamagan. U odamga joylashtiramiz deguncha, keyin biz o'zimiz boshqa o'zimiz yonimizdan mehmonxona bron qilib, amallab 1-2 kun joylashtirib, keyin boshqa Yo'q, sochimiz oqargan ham shunda. Ya'ni biz ham bir kun umuman uxlamaganmiz. Ertalabgacha ham shuni hal qilib chiqqanmiz. Umuman o'xshamagan, lekin boshqa mehmonxonani amallab unga o'zimiz yonimizdan qilib berib, keyin yana boshqa mehmonxonaga ko'chirish uchun operatorlar bilan gaplashib hal qilib berganmiz. O'shaning uchun agentlik bilan operatorlarni adashtirib qo'ymanglar. Biza voucherlarni qilib bergandan keyin uje darash protsessi operatorlar hal qilib berish kerak edi. Biza maksimal darajada hamma dokumentlar, ya'ni voucher, страховка, aviabilet, boshqa ma'lumotlar hammasini biz sizlarga taqdim etamiz. Ya'ni o'sha tizimda xatolik bo'lib qolgan bo'lsa kerak, ya'ni ham bizning turoperatorimiz tomonidan
shartnoma qilingan mehmonxonaga borilsa, turistimizni qabul qilmagan, ya'ni ertalab kelyapti, aeroportdan mehmonxonaga bordi, sen bizada bazada yo'qsan degan. O'shandan kechqurun nechida joylashtirdik? 11:30dami? 11:30. 11:30gacha turistimiz ko'chada sarson bo'lib qoldi. Biza qanaqa xijolat bo'lib, sochimiz realni oqarganda o'shanda. Lekin Tamom bo'lganmiz. lekin yaxshi mehmonxonaga qilib, bonuslariga ekskursiyalar ham sovg'a qilib berganmiz. U lekin juda kamdan kam mingdan bir vaziyatlarda bo'lib qoladi. O'shani Tizimdagi xatolar. bor narsani aytamiz shunda. Hatto bunaqa kamdan kam bo'ladigan narsa. Bizga ham oson emas, kesish.